Assalamu alaikum, hurmatli mekendeshlar, hurmatli qattoluvchilar, qandaysizlar? 2026-yil 13-mart, hafta kungi juma. Batken oblast, Qadamjoy rayon. Isqaq Po'latxon aylanidagi Bayamon Botir mol bozorida bo'lib жатқан buqa, turpoq, o'spirimlarni bo'lishuncha realdi bog'larni ko'ringizlar. Tuğanlar, bir yaştan ötken buqalar. Qanchadan bo'ldi? Tuğanlar 80 ming so'mdan buna 3 buqaning savdosi bitibdir. 1 yaşdan ötken, 1 yaş 2 ay, 3 ay. Jaylovga ayday turgan buqa turpoqlarning bog'larini ko'ringizlar. 80 ming so'mdan bo'ldi. 80'den bol turu çoğu. Bayman bitti sodası? Kança oldu? 77 ming so'm. Tuğanlar bunal buqani ko'ramiz. Tak. 77 ming so'mga sodası bitibdir. Berekesin bersin. 1 yaşdan o'tgan buqa turpoqlar. Olmaz qancha bo'ldi buni ol? 73.500 turadi. 73.500 so'mga berilmaydi ata. Nega? 73.500 so'mga real duası berilibdir. Arqalarini ko'rib qo'ysanglar, arkasından ortda ekan. Tuğanlar ondan gelip bunu ol buqa soda bo'ldi real duası. Uşul buqa soda bo'ldi 81 ming so'm o berilmey turadi. İlyas qanchaga bordi? Qancha soda qildi? Qiziqchani aytib. 73.500 so'mga berib aytasan. Tuğanlar 1 yaşdan o'tgan. 1 yaş, 2 yaş, 2 ay, 3 aylık buqa turpoq. 73.500 so'mga berib yatır. Qancha so'rab otasan o'zing? 85 ga o'tam. 85 ming so'm kem bor ekan. Qanchadan ovoz sizniki? Qancha? 90. Bozor qancha berdi? 80 ming so'mga berilibdir. Son. Sizga qanchaga bordi aka? 85 ming so'mga bordi. Bo'ldi aka buqalar. 115 ming so'mdan kem bor. Qanchadan berdi bozor? Ha, 95 mingdan da o'tasizmi? Soda yo'q, sus. Bugun bo'ldi tuğanlar. Ha, yem alıp çıktınızmı? 95 ming so'mdan kem bor. 1 yaşdan o'tgan buqa turpoqdir. Qancha bo'ldi aka? 100 ming so'm. Tuğanlar 100 ming so'mga berilyapti jamboshlari. Öngüstör yaxshiroq ekan. Ya bu buqalar qanchadan bo'ldi aka? 95 ming so'mdan. Berib edingiz? 100 ming so'mdan kem bor ekan, 95 ming so'mdan berilyapti. 4 bosh ha? 100 ming so'mdan kem bor deb tuğanlar. Ha, kepshib turadi. Densoqlari yaxshi. Qarodalari yaxshi. Densoqlari 150%. O'ta son. Berekesini bersin. 95'ten 4'ünü vermedinizler optum ha? Beremiz. Kişilerden şu an beremiz. 95'ten daha koyup veresizler. Koyup verelim. Nagi. Berekesini bersin. Soğudanızlara bereke aka. Uşul qanchaga vardı bu turpoq aka? Bermediniz. 81 ming so'mga berildi. Siz qancha bo'ldi aka? 90'a verilmedi mi? 90 ming so'mga berilibdir.
Aman buka kançaga bardı? 102 ming so'mga bozor suraptır, beribdir. Tuğandar sizlerge boluşunça bozorda bolup turan real duvalarını көргөзсөм. Soda bolgon bağlardı boluşunça. Sen kança bukalar? 105 ming so'mdan keyin var. Bozor kançadan berdi? Жақсы soda boluptur. Mına çoğ bukalardan көрөлüş tuğandar kançadan boldu aka manalar? Berilbedi 110 mingden. 110 ming so'mdan satılıp aptır. Kançadan surata sözüңüzler? Mına bukalar boşanıp ketdi. Kançadan suratasız? 120 ming so'mdan surap aptır. 110 ming so'mdan berilibdir. Boldu. Tuğandar, nerede 5 baş buka 131.500 so'mdan boluptur. 5 ketdi. 131.500 so'mdan 5 bukanın sodası boluptur. Semiz bukalar. Boldu. Qaysi soda boldu aka? Qanchadan boldu? 124 ming so'mdan soda boltat berilbey turibdi tuğandar. Bu haberinizlerse. Çoğun bukaların tuğandar eğleri yok. Tatip körgözöyle surayıl desek eğleri yok. Çoğun bukalar öte köp. Nan qarаңыздар. Dıyqanға tazim mehnetine. Ушул акыбалга жеткирип багыш деле оңой эмес. 170 ming so'm. Qanchani tut? 4-torpoq ekan. Urg'achi erkakmi? Ha, narqin torpog'i erkak. Bunisini urg'achi. Sutdori qanchadan bor aka? Ha, bugun kecha tuğandar kecha ertemenen tushgan torpoq ekan. Bak kepshib turdi. Buniki erkak ekan, ha? Buni suti qancha bor aka? Bu qanchanchi torpog'i? 3-torpoq ekan. 10 litr suti bor ekan. Berekesini bersin. Bozor qanchadan berdi? Sir bo'lsa aka. 160 ming so'mdan berib edingiz. Berekesini bersin. Buna tuğandar, elita uylar. Maşallah. Qancha ekan u tuğan? Qancha ekan bası? Qancha berdi bozor? 176 ming ha? 176 mingga berilib turibdi. 200 ming keyin bor ekan. Qancha suti bor suti? Elita uyunun suluğular ekan. Qanchasi torpoq o'sha jandağı? 4-chi erkakmi? Erkak torpoq ekan, 4-chi torpoq ekan. 176 ming so'mga berilyapti. Qiziqqanlarga nomer aytabizmi? Bozorda satılıp ketadi. Ayt nomerni. Tuğandar bana esin nomerini alıp sizlerge tashlab berasiz. İdishlerini ko'ringizlar. 15 litr suti bor ekan. WhatsApp nomerni aytaver. 078 mini. 0778 360 360 799. 799. Tuğandar baylanışıp ko'raverasizlar. Ha, bu jaqtari bo'z variant. Bo'lsa buna uylar qarаңызlar tuğandar. Sutları ag'ib ketdi. Qancha qarib turur shuluy? Esi yo'q. Öte sundu. Nerede lan o? Ya uşulu qanchaga borib tur akalar? Qancha? 164 ming so'm. Ha, satıldı-mı? Na tuğandar. Süt qancha bor ekan? 15 litr dedi.
Esi 15 litrede tur. 164 ming so'mga 50 ta uy satılıptır. Hatta son berekesin bersin. Ya men qancha ekan semental uy? Qancha? Bozor qancha berdi? Erkek ekan torpog'i. Erkek torpog'i bilan 210 ming so'm berdi. Qancha suti var? Torpog'ina jetetken ha? Dişi dağın. Joğa sevindi ekan. Qanchadan ekan uylar aka? Satılmadı mı? Satılmadı deydi. Satılmasa dele tuğanlar bir bağa berip qo'yingizlar. Qanchadan so'radingizlar aka? 170 ming so'mdan deyattır. Satılıptır. Soda olmadı deydi. Berekesini bersin. Nah, çakan. Qanchaga oldi uy aka? Assalomu alaykum. 140 bin kam var. 140 ming so'm erkek urg'achi torpog'i. Erkek torpog'i bilan qanchani tug'an? 4 tuğan var. 4-chi torpog'i ekan, suti-chi? 5-6 litre var. 5-6 tug'andan mana chaqqan uylardan. Erkek torpog'i bilan. Aka qiziqqanlarga nomer aytingchi. 70 bilen 66 82 82. 0770 66 82 82. 66 82 82. Tuğanlar ara-arada yaxshina uylar chiqib qolsa, sizlarga sunuşunuzu qilamiz bo'lishuncha sizlar ko'rib, kelishib olaverasizlar. Yaxshi uy ekan hozirga. Chaqan 140 ming so'm kemi bor deydi. Tuğanlar sizlarga bo'lishuncha yaxshi naqa. Uy qanchaga bordi aka? Uy qanchaga bordi? 225 ming so'm bo'lyapti. Bundan da cho'ng urg'och torpog' bilan. Qanchasi torpog'i janda? Buni ol 65. O'zi 225 ga. Aka bo'zmi? 7,5 oylik bo'z. Uy ekan, o'ta cho'ng gigant uy. Bunojin urg'och torpog'i bilan bo'z varianti. 200 qancha dedingiz? 75 ming so'mga bordi. Suti qancha bor suti? Yo'q, o'z negizi. Tutunda qancha bor? 10 litr. Nomer aytamiz qisqanlar aka. Aytingizchi. 0779 81 82 84. Qanchasi torpog' dedingiz? Ikkinchi qorin ekan, tuğanlar. Ko'rib kelishib olaversa yaxshinaqa uy ekan. Cho'ng. Berekesini bersin. Tuğanlar ushul torpoqni ko'ringizlarchi 70 ming so'mga yo'l suraptir. Ko'mbadik deydi. Bu janovi 73.500 so'mga sotib olgan buqa qaytib chiqib ketdi. Ya aka, bu qanchadan bo'ldi? 130 ming so'mga sotilyapti. Ha, buni ol-ku, ha? Bulchi, buni ol o'zi. 60 ming so'mga yo'l suryapti. Buni ko'ni 130 ming so'mga berilyapti. Tuğanlar jaylab o'spirim 5-6 oylik muzodan chiqqan buqa torpoqdir. Nomer aytasiz qiziqqanga? So'raganlarga. Bo'ldi. Жаңы partiyadan, ha? Ya qancha oldi shular aka? Soda bo'lgan yo'q deydi. Soda bo'lyaptir. Yaxshi, berekasini berdi. Qanchadan bo'ldi aka bular? Berib eding. 69 ming so'mdan 2 buqa torpoqni beryapti. Sizlar qanchadan bo'ldi tuğanlar? Qanchadan? 80 ming. Senkinchi? 80 ming so'mdan so'rabdir tuğanlar. Ya bunlar satıldı. Qanchaga bordi? 69 ming so'mga bordi. Bizim bozorga mindeyiz uylar chiqatganda.
Mına tuğanların oyunu qarаңыздар. Oho, şunday uğurlar dile olat. Qanchadan ekan buni ochda? Oqchalar qanchadan ekan? 68.000 so'mdan kim bor ekan? Qanchadan ekan onlar akalar? Qanchadan aka? 78'de gel. Ananı 62'de otam, bunu 60'da otam, bunu 55'de otam. 55. Bunu hem 55'de otam. 62, 65. Narxın çeke degeni. Bunu 55'de otam. Mana otam için mana. Bo'ldi, 55.000 so'm kim bor ekan? Bo'ldi desa berekasini bersin. Nerede? Bo'ldi desa buni aka. O'ta son. Nomer aytamiz qiziqqanlarga. Bo'ldi desa berekasini bersin. Qanchaga qancha bo'ldi? 48.000 so'm bo'ldi. Sen ali de öyle söylüyorsun. 48.000 so'm bo'ldi. Qancha qilam aka? 45 so'rayapti, 48 ga olingan ekan. Qancha bo'ldi bu? 63. O'ta son. To'g'onlar keyingi chiqarilishga chayin sog', salomat, den sog'likda bo'lingizlar.